الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbat bu yerda shu majlisda o'tirishimizning sababidir. Bu majlisda o'tirishimizdan olinadigan saboq esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimizning yanada ortishiga sabab bo'lishi kerak. Shuning uchun majlisda o'tirganimizda boshqa hamma narsani unutishga harakat qiling. Uyingizni, ishlaringizni, kasbingizni, tashvishlaringizni o'ylamang. Agar hojatxonaga chiqishingiz kerak bo'lsa chiqavering. Agar boshqa qiladigan ishingiz bo'lsa bemalol boring. Biz sizga muhtoj emasmiz. Chunki siz ham men ham bu majlisga muhtojmiz. Nuh alayhissalom u kishi barchamiz uchun umumiy ajdoddir. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u zotning ummatlari ham Nuh alayhissalom bilan bog'liq. Nuh alayhissalom bilan birga najot topgan insonlardan keyin insoniyat yana davom etgan. Shundan keyin Som ibn Nuhga kelamiz. Nuh alayhissalomning turli o'g'illari haqida gaplashdik, lekin biz butun dunyo tarixini o'rganayotganimiz yo'q. Shuning uchun Nuh alayhissalomning boshqa o'g'illari haqida to'xtalib o'tmaymiz. Asosiy e'tiborimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bog'liq bo'lgan nasab va ajdodlarga qaratiladi. Tarix ulamolari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nasablari Som ibn Nuhgacha borib yetishiga shubha yo'qligini aytganlar. Som ibn Nuhdan arablar, Banu Isroil va boshqa ko'plab xalqlar kelib chiqqan. Bu borada ayrim ixtiloflar mavjud, lekin biz uchun muhimi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nasabi shu naslga borib taqalishidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning aniq nasablarini ismlari bilan keyingi alohida majlisda ko'rib chiqamiz. Qaysi qismi sahih hadislar bilan tasdiqlangan, qaysi joylarda zaif rivoyatlar borligi ham alohida tushuntiriladi. Arablar haqida gap ketganda esa ularni qanday ma'noda arab deyilishi masalasiga e'tibor berish kerak. Ustoz avval 3 turga bo'linishni aytganlar. Keyin esa yana bir turni qo'shib 4 tur haqida gapirishni aytadi. Bu 3 tur yoki 4 tur degan taqsimot Qur'on yoki sahih hadisda aynan shu shaklda kelgan degani emas. Bu tarixni tushuntirish uchun sahobalarning so'zlari, Qur'on va hadisdagi ma'lumotlar hamda tarix ulamolarining bayonlariga asoslangan. Arablarning qadimgi guruhlari Som ibn Nuhning avlodlaridan bo'lgan. Ularning ayrimlari tarix davomida yo'q bo'lib ketgan. Masalan, Ot qavmi va Samud qavmi shular jumlasidan. Jurhum ham shu qadimgi guruhlardan biri bo'lgan, lekin Jurhumning nasli keyinchalik ham davom etgan. Od va Samud haqida kelgan ma'lumotlarning ko'pi tarixiy rivoyatlarga borib taqaladi. Ularning qanday yo'q bo'lgani haqida turli ma'lumotlar aytilgan. Samud qavmi esa urushlar va halokatlar sababli tugab ketgan deb zikr qilinadi. Od va Samud qavmlari ham o'sha qadimgi arablar guruhidan bo'lgan va oxir-oqibat yo'q bo'lib ketgan. Ularga payg'ambar yuborilgan va da'vat qilingan. Ular juda kuchli xalqlar edi. Insoniyat tarixiga qarasak, turli xalqlarda turli xil imkoniyatlar borligini ko'ramiz. Ba'zilari jismonan juda kuchli bo'lgan, ba'zilari savdo-sotiqda rivojlangan, yana ba'zilari o'z davriga nisbatan juda ilg'or texnologiyalarga ega bo'lgan. Bularning barchasi Alloh subhanahu va taoloning irodasi bilan bog'liq. Ot qavmiga o'z davrida juda katta jismoniy kuch berilgan. Ular nafaqat kuchli, balki dunyoviy jihatdan aqlli ham bo'lgan. Samud qavmi esa jismoniy kuchi bilan mashhur emas edi, lekin o'z davri uchun juda rivojlangan va ilg'or imkoniyatlarga ega edi. Solih alayhissalom ularga yuborilgan. Bugungi kunda ham odamlar biror davlatning harbiy jihatdan kuchli yoki texnologik jihatdan rivojlanganini ko'rib, uni ustun deb o'ylashi mumkin. Ammo Ot qavmi o'z davrining eng kuchli xalqi bo'lsa ham, bu kuch ularni qutqara olmadi. Ularning ikkalasi ham halokatga uchradi. Ot qavmidan deyarli hech qanday iz qolmagan. Samud qavmining esa ayrim maskanlari hozirgacha saqlanib qolgan. Bunday joylarga borilganda ularni faxrlanadigan yoki tomosha qiladigan joy sifatida emas, balki Allohning azobi va halokatidan ibrat olinadigan joy sifatida ko'rish kerak. Xuddi Firavnning joylari kabi, u yerlarni ko'rib faxrlanish emas, balki o'sha qavm nima sababdan halokatga uchraganini eslash kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo ularning kuchini ham, boyligini ham, imkoniyatlarini ham saqlab qolmadi. Ularning
Ularning asosiy xatosi esa Robbilarini tanimaganlari edi. Inson o'zini kim ekanini, nima uchun yaratilganini bilmasa, nima uchun dunyoga kelganini va hayotning maqsadi nima ekanini bilmasa, qancha ilmga, qancha boylikka yoki kuchga ega bo'lishning foydasi yo'q. Hatto yuzlab ilmiy darajalarga ega bo'lsa yoki dunyodagi eng boy insonlardan ham boy bo'lsa, agar nima uchun mavjudligini bilmasa, eng muhim narsani tushunmagan bo'ladi. Bu qavmlarning halokati biz uchun katta saboqdir. Kuch, texnologiya, boylik va dunyoviy taraqqiyot insonni o'z-o'zidan najotga olib bormaydi. Eng muhimi o'z Robbisini tanish va nima uchun yaratilganini bilishdir. Qadimgi arablarning ko'pchiligi tarix davomida yo'q bo'lib ketgan. Ba'zilari Allohning azobi bilan, ba'zilari urushlar va qirg'inlar sababli tugagan. Tarix ulamolarining ko'pchiligi ham ularning yo'q bo'lib ketganini aytadi. Lekin ularning bir qismi davom etgan va shu yerdan arablarning boshqa bir turi kelib chiqadi. Ular sahroda, odam yashashi qiyin bo'lgan, quruq va huvlagan joylarda yashaganlar. Bu avlodlar Ismoil alayhissalomning Jurhum qabilasidan uylanishlari bilan bog'liq bo'lgan. Ibrohim alayhissalom arab bo'lmaganlar. Ismoil alayhissalom ham asl nasab jihatdan arab bo'lmagan. Ismoil alayhissalom Makka da yashagan vaqtlarda Jurhum qabilasidan bo'lgan. Arab ayolga uylangan va shu orqali arab tilini o'rgangan. Keyinchalik uning avlodlari arab qabilalariga qo'shilib, ular bilan quda andachilik qilganlari sababli arab bo'lib ketgan. Ular arablashtirilgan arablar deb ataladi. Yana bir guruhni alohida qo'shish mumkin. Islom fathlaridan keyin islomni qabul qilish va arab tili hamda madaniyatning tarqalishi orqali arab bo'lib ketgan xalqlar. Asl arablar, ya'ni aribalar asosan Yamandan kelib chiqqan. Yaman qadimgi arablarning asosiy vatani bo'lgan. Keyinchalik ularning avlodlari Hijoz va undan sharq tomonga tarqalgan. Bugungi kunda Shom, Misr, Mag'rib, Shimoliy Afrika yoki Iroq hududlarida yashayotganlarning hammasini nasab jihatdan asl arab deb bo'lmaydi. Ularning ko'pchiligi arab tilida gaplashadi va arab madaniyatiga mansub, lekin etnik kelib chiqishi boshqa bo'lishi mumkin. Ayrim badaviy qabilalar esa o'z nasablarini qadimgi arablashtirilgan arablarga bog'lay oladilar. Bu yerda arab deganda nimani nazarda tutishimiz ham muhim. Ba'zi joylarda millat yoki kelib chiqish DNK orqali belgilanadi. Boshqa holatlarda esa til, madaniyat va tarixiy kelib chiqish ham hisobga olinadi. Masalan, Misrda ko'pchilikning etnik kelib chiqishi qadimgi koptlarga borib taqaladi. Bu yerda kopt diniy emas, etnik ma'noda aytilmoqda. Islom Misrga kirib kelgach, arab tili keng tarqalgan. Shimoliy Afrikada ham arab tili gaplashadiganlarning katta qismi asl arab qabilalaridan emas, balki keyinchalik arab tili va madaniyatini qabul qilgan xalqlardandir. Dunyodagi xalqlarni aniqlashning turli usullari bor. Ba'zi xalqlar qabila asosida, ba'zilar esa qabila asosida emas. Shimoliy Afrikada ham qadimdan turli xalqlar yashab kelgan. U yerga ariba arablardan ham borganlar, lekin bugungi kunda arab tilida gaplashadiganlarning ko'pchiligi aslida barbarlar yoki o'sha hududda qadimdan yashagan boshqa xalqlardan bo'lib, keyinchalik arab tilini o'rgangan. Ayrimlari bugun o'zlarini arab deb biladi. Ayrimlari esa asl kelib chiqishini saqlab qolgan holda arab tilida gaplashadi. Shom hududida ham shunga o'xshash holat bor. U yerda arab qabilalaridan kelib chiqqanlar mavjud, lekin aholining katta qismining kelib chiqishi turlicha. Chunki bu hudud uzoq vaqt Rim imperiyasi markazlaridan biri bo'lgan. Savdo va turli xalqlarning ko'chishi natijasida bu yerda turli nasllar aralashib ketgan. Demak, millat yoki irq tushunchasini aniqlashning hamma joyda bir xil mezoni yo'q. Masalan, yahudiylik an'anasida yahudiylik nasabi ona tomonidan belgilanadi. Ko'plab boshqa xalqlarda esa nasab ota tomonidan davom etadi. Arablik masalasida ham turli qarashlar bor. Kim arab tilida gapirsa, u arabdir degan mazmundagi hadis zikr qilinadi, lekin bu hadis juda zaif bo'lib, unga dalil sifatida tayanib bo'lmaydi. Shunga qaramay, uning mazmunidagi tushuncha bugungi davrda arab tilida ravon gapiradigan insonning arab sifatida qaralishi amaliy jihatdan mavjud. Masalan, bir inson o'zini kurd deb bilishi va men arab emasman deyishi mumkin. Bu uning shaxsiy o'ziga bog'liq. Arablikni faqat DNK yoki nasab bilan belgilaydigan bo'lsak, bugungi kunda asl arablar juda oz bo'lib qoladi. Keyin nasab masalasiga qaytsak, Ibrohim alayhissalomni arablarning otasi deb atash mumkin, lekin bu Ibrohim alayhissalomning o'zi nasab jihatdan arab bo'lgan degani emas.
Ibrohim alayhissalomning farzandlari va ularning avlodlaridan arablar ham, Banu Isroil ham kelib chiqqan. Ismoil alayhissalomdan arablar nasabi davom etgan. Ishoq alayhissalomdan esa Banu Isroil kelib chiqqan. Banu Isroil nomi Isroil deb atalgan Yaqub alayhissalomga borib taqaladi. Shunday qilib Ibrohim alayhissalom ikkala nasabning ham otasi hisoblanadi. Ibrohim alayhissalomning hayotiga qarasak, u zotning nasablari va avlodlari orqali juda katta tarix davom etganini ko'ramiz.